Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan quritma mashinasini ishlatishni va qanday qilib ichilarini tozalashni o'rgatmoqchiman sizlarga bugun. Mana birinchi bitta ikkita filtr bo'ladi. Bu filtr bitta quritgandan keyin ichida birpasda shunaqa musor to'playdi. Iloji boricha bitta quritgandan keyin tozalashga harakat qilinglar. Men bu o'sha ko'rsatmoq uchun tozalamadim. Bu bitta yana bog'i ham chiqadi. Mana buni ichi ham bo'ladi. Ichlarni keyin plisosda xohlasalar ham tozalashlari mumkin. Ichlarni tozalab, keyin qaytadan yaxshilab artib qo'yib qo'yishlari mumkin. Keyin har bitta ishlatib bo'lgandan keyin bu bo'lmachasini ichiga suv to'ladi. Suv to'lgandan keyin bu suvni mana bunday chiqarib mana birinchi ko'k tozalaydigan joy bor. Buni ham tozalashlari kerak bo'ladi. Tozalab bo'lgandan keyin hamma joylarini yana qaytadan qo'yib qo'yishlari mumkin. Hozir men sizlarga do'pposli tozalashni ko'rsataman keyin. Mana bu eshiklarni ham yaxshilab artib chiqamiz. Bu qo'limda uksusli salfetka. Tayyor Turkiyada sotiladi. Tayyorlarni tozalab, keyin mana bu ichlarigacha musor to'planadi. Shularni ham tozalaymiz. Mana ichlari ham toza bo'ldi. Şöyle. Yaxshilab ichlarni tozalasalar bo'laveradi bemalol. Qattiq chiqalar. Mana ikkala filtrni ham tozalab oldik mana. Top-toza bo'ladi. Endi yana qaytadan qurigandan keyin quyosh nurida 5-10 daqiqa quritib yaxshilab keyin qo'yishlari mumkin. Mana ichiga joylanadi. Buni olib joylab qo'yamiz. Har bitta kiyim solgandan keyin, ochgandan keyin har bitta suv to'plagandan keyin buni to'ladi ichiga suv. Har doim buni to'kib tashlaylar. Bo'lmasam kiyimlar yaxshi quritmaydi. Yaxshilab solgandan keyin bu hamma sensorli. O'zlaring xohlagan programmalarni bemalol tanlashlari mumkin. Bu endi bosh firmanligi uchun bitta turkcha yozilgan ko'pi. O'zlaring mana kunlik kiyimlar uchun, yumshoq, yungli kiyimlar uchun super qisqa. Men ko'proq super qisqada quritaman. Ya'ni 40 daqiqada dolab quruqligi, ya'ni taxlab bemalol qo'yib qo'yadigan bo'lasizlar. Buni bossa уже ishga tushadi. Videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Quritma mashinani olib ishlashni tavsiya qilaman hammaga.